Va nihoyat kech tushdi va Jo'xa uxlab qolgan bo'lsa kerak. Yaxshisi shu yerda qoldirib ketaman. Ertalab Jo'xa chiqib qaraganda hayratda qoladi va xursand bo'ladi. Bo'ldi, endi ketdim karotchi. Ye, xotin, qo'rqitib yubording odamni. Nima qilyapsan bu yerda? Uyg'onishingizni kutib o'tiribman yoningizda. Mana uyg'ondim. Nima bo'ldi? Nima problema? Nima uchun meni uyg'onishimni kutib o'tiruvding? Kimdir uyimiz yonida qanaqadir sandiq qoldirib ketibdi. Qanaqa sirli sandiq? Hozir ko'rib kelaman. Sirli sandiq paydo bo'lib qolgan deydi ko'chada. Kim ko'chaga sirli tushunmadim. Rostdan ham qanaqadir sirli sandiq paydo bo'lib qopti. No, oddiy sandiq sirli emas, siri yo'q-ku bu yerda. Bu qanaqa sirli? Yo, ichida siri bormikan? Sir bo'lsa kalbasa bilan qovurib yerdik sirni. Yo, bu boshqacha sir ekan. Bu sirli ekan. Ya'ni sirli deganda maxfiy sirli ekan. Menda qanaqadir kitob va belkurak. Belkurakda nima qilaman? Belkurakni menimcha ishlatsam kerak. No, menimcha hozircha belkurak men kerak emas. Nima yozilgan ekan? Senga kerak bo'lib qoladi. Tushunmadim, kim tashab ketdi buni? Nimaga menga kerak bo'lib qolar ekan? Ha, mayli. Bu sandiq ham menga kerak bo'lib qolsa kerak. Aniq mengami ekan o'zi bu? Senga kerak bo'lib qoladi degan. Menga qayerdan kerak bo'lib qoladi, qachon kerak bo'lib qoladi bilmadim, boru. Ha, mayli. Sandiq qo'yamiz. Rostdan ham menga kerak bo'lib qoladi. Aytgancha o'tgan galgi videoni bittasida belkuraklarim sinib qolgandi va cho'pdan belkurak yasab olgandim va kimdir ko'rgan shekilli menga yangi belkurak berib ketibdi. Yaxshi, bo'ldi. Endi nima qilayotganim, xotinni oldi dedim. Mayli, birorta narsa yeyin ertalabdan nonushta qilmasam bo'lmaydi. Lekin nonushta qilgim ham kelmayapti unchalik. Hozir janob Merdiyoniga borib kelayin, qanaqadir ish buyursa kerak. Oldinlar telefon qilib ish buyurardi. Hozir telefonim yo'q, sotib olganman, o'shaning uchun ish buyurishni ham aytmayapti. Borib so'rab kelishim kerak ishini. Xo'sh, mana buni yopib qo'yish kerak akalar. Kerakmas bizga mana bu narsa. Tagoy. Xo'p, janob Merdi oldiga boraman, so'rayman. Aytgancha ana sandiq qayerdan kelib qolganini birinchi o'rinda aniqlash kerak. Janob Merdan so'rab kerak. Menimcha janob Mer bilmasa kerak, baribir so'rash kerak. Mahalla idorasi irodasi deb qo'ysa bo'lmasmikin? Assalomu alaykum janob Mer. Va alaykum. Jo'xa keldingmi? Yo, uyimda o'tiribman xotinim bilan. Xotiningga salom ayt. Jinnimisiz oldingizda turibman-ku. Bo'pti, hazillashmaymiz. Senga ish bor. Qanaqa ish? Xullas, uyimda orqasi bor-ku. Uyingizda orqasi bor. O'sha tekislash kerak. O'zi tekis turibdi-yu. Yo, tekismasdan o'sha tekis qilish kerak. Shuni hozir qilishim kerakmi? Ha, hozir qilasan va evaziga 2 ta izmurod beraman. Bo'pti unda. Izmurudlar olay, to'xtang. Izmurud beraman deganingiz uchun qilyapman. Atay bo'lmasa qilmasdim, bor 2 ta. Bo'pti janob Mer, ketdim. Ishni boshlayman borib sirazi. Pul beraman demaganda qilmasdim. Mojitel yangi Ford olgan. Buni o'tgan galgi videoda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Banditlar qo'lda ishladimi bir kun. O'shanda ular o'g'irlamoqchi bo'lishdi. Uyning orqasi binoyda tep-tekis joy. Lekin hayronman, nimaga tekislash kerak deydi. G'alati ishlar buyurib qo'yaveradi janob Mer. Bilmayman, o'zini quli deb o'ylaydim meni yoki xizmatkor deb o'yladim. Menimcha xizmatkor deb o'ylasa kerak. Bo'pti, shunchaki tekis qilib qo'yaman. Unaqangi zo'r teppa tekis qilib yubormayman. Oddiy, qo'limdan belkurak ham tushib ketdimi? Bo'pti, olib olamiz. Xotinim menga qarab turibdi, nima edi? Hozir so'rab ko'raman, nimaga qarayapsiz deyman. Menimcha meni sevib, qanaqasi meni sevib qoladi. Eri bor, qanaqasi sevib qolishi mumkin axir. Bo'pti, hozir bolachasi bor, bolachasining yoniga bir kirib chiqayin. Sheralining yoniga ancha vaqt bo'ldi kirib chiqmaganimga. Assalomu alaykum, yangi yaxshimisiz? Yaxshi bo'lsam, yaxshimisiz Jo'xa? Rahmat. Sherali qalay, katta bo'lib o'lyaptimi? Mana katta bo'lib qoldi. Gapirishni boshlamadimi hali? Yo'q, endi boshlasa kerak. Faqat nga qilyapti. Nga qilyaptimi? Gapirsang bo'lmaydimi, Gapirsang. Oh my god. Ana gapirdi-yu. U unaqa deyapti. Lekin bizda ona, dada demayapti. Deb qo'yadi, sabr qiling. Sizda yangilik yo'qmi? Yo'q, yangilik qayerda? Hali yangilik ancha bor. Yaxshi. Mayli, unda salom ayting kelingga. Mayli, sizam yaxshi o'tiring. Nimaga kirganimni buni oldiga o'zim ham bilmadim, to'g'risini aytsam. Bo'pti, nimaga kirganimni eslab olay, keyinroq o'ylab olaman. Ya'ni o'ylab olay, eslab olaman. Xullas nimadir bo'ladi. Men mana bunaqa qo'yib takoy turadi. Ko'ryapsizlarmi? Endi bu bloklarni qayergadir ishlatib yuborish kerak. Mana bunaqa joylarni to'ldirib yuborish kerakmi yoki bilmayman, xullas nimadir qilish kerak. Bo'ldi, bu yoqni to'ldiramiz. 9 ortib qoldi. Buncha blokni nima qilaman men? Mana takoy. Mana bu yoq ham tekis bo'ldi, u yoq ham tekis bo'ldi. Chotki, janob Merga aytib o'tirishimda hojat yo'q, o'zi biladi, doim ishlar qilib qo'yishimda. Endi esa uyga boraman va uyda bir ikkita ishlar bor, o'sha ishlarni hal qilib yuborish kerak.
Xo'sh, endi bu narsalar joyiga qo'yib qo'yadi. Endi bugun bilmayman qanday ishlar. Tushunmadim. Ham sandiq ko'payib ketdi, borib. Sandiqlarim kundan kunga ko'payyapti. Mana bu narsani noto'g'ri qo'yib yubordim. Beqo'p qo'yish kerak edi. Bo'ldi. Endi bugun bilmayman ko'chada nima ishlar bor. Janob mer hech qanaqa ish. Stop. Yana sandiqmi? Obbo, kecha shu yerda bitta sandiq bor edi. Yana sandiq tashab ketishibdi-ku. Mayli, hozir ko'ramiz ichida qanaqa narsalar bor ekan. Bu marta kirka tashab ketishgan. Qani, bu ham senga kerak bo'ladi. Bu nimaga bunaqa menga narsa tashab ketishyapti? Kim tashab ketyapti buni? Bilmayman, bori aniqlashtirish kerak. Hozir to'xtanglar-da, bekor kirka tashab ketibdi, bori. Hozir borsam shunda menga janob kirkaga oid, janob mer kirkaga oid ish buyuradim. Menda oldindan ikkita kirka bor edi. Mayli, hozir janob merdan so'rab ko'rayin. Agar rostdan ham kirkaga oid ish buyursa janob mer, demak, nimadir g'alati bo'ladi-da, bori. Keyin kuzataman. Yana ertaga yana shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, keyin dabdala, bori. Bo'pti, hozir ko'ramiz. Janob merdan so'rab ko'ray qanaqa ish borligini. Kecha ko'rdinglar, mana bunaqa qilgan yer tekslashim uchun menga ish buyurgandi. Bugun ish qilib kirkaga oid ish buyurmasin-da. Mayli. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, qalaysan? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Bugun menga ish yo'qmi? Yo'q, ish yo'q bugun. Xayriyat ish bo'lmasa. Stop, to'xta, bitta ish esimdan chiqibdi. Qanaqa ish? Xullas, tosh kerak, ko'mir bilan. Mayli, qancha kerak? 18 ta tosh kerak va iloji boricha ko'proq ko'mir kerak, pechka yasash kerak. Bo'pti, hozir olib kelaman. Mayli, tezlash. Mayli, lekin mayli, keyin so'rayman. Lekin qanaqadir g'alati. Kecha belkurak tashab ketgandi kimdir. Belkurakka oid ish buyurdi janob mer. Bugun kirka tashab ketdi. Kirkaga oid ish buyurdi. Ertaga ish qilib, nima bo'lsa ham boshqacha narsa tashab ketmasin-da, ya'ni qanaqadir boshqa qiyin ish qilsa bo'ladigan narsa tashab ketmasin. Agar qiyin ish qilsa bo'ladigan narsa tashab ketsa, keyin janob mer menga qiyin ish buyuramiz shunda. G'alati, rostdan ham g'alati. Shu yaqin atrofda ko'mir bor edi, adashmasam, ko'mirni topish kerak. Agar ko'mirni topa olmasam, lekin janob mer buyurgan ishni qilmaganim uchun oyligimni o'z vaqtida bermaydi. Lekin shu yaqin atrofda ko'mir ko'rgandim rostdan ham bor. Agar rostdan ham topa olmasam, aytganimdek oyliksiz qolib ketaman. Yo'q, bu yerlarda 36 bo'lib ketdi tosh bor, 2 barobar ko'p tosh olib boribman. Mayli, lekin ko'mir kerak bizga. Tosh vobsheta kerak emas narsa. Okey. Menimcha bu yerdan ko'mir topishni iloji yo'q. Daraxt olib borib bersam, bizga tabor chiqmagan u. Mayli, narigi tomondagi shaxtaga kirib ko'rar ekanman. Narigi tomondagi shaxtada ko'mir ko'rgandim. Muhimi topib kelib bersam bo'ldi-ku janob merga. Aynan qayerdan olib kelishimni aytgani yo'q menga. O'zi любой joydan olib kelib bersam bo'laveradi-ku. Uyimda bo'lsa, uyimdagi ko'mirlarni olib kelib bersam bo'laveradi. Lekin uyimda ko'mir yo'q. Men bu yerda ko'mir ko'rgandim. O'sha ko'mirlarni olib ketaman. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi dedi-yu, lekin qancha ko'pni qayerdan topaman? Bu yerdagini ham hammasini olib keta olmayman. Keyin ko'mir tugab qolsa qishloqda dabdala bo'ladi. Bo'lmay 6 ta ko'mir, 7 ta ko'mir detaman yetadi. Xo'p, asta chiqamiz va janob mer pechkada cho'tam nimadir pishirmoqchi shekilli. Balki uyida ovqatni xotini emas o'zi pishirar. Xotini bolaga qaraydi-ku. Janob mer ham kundan kunga xotin qilib ketyapti, lekin rostdan ham bor. Janob mer olib keldim. Ber menga. Faqat tosh 46 to'p ketib qoldi. Ko'pi yaxshi, hech narsa qilmaydi. Ber ko'mirni ham. To'xtang, sizga bergandan ko'ra shuni sandiqqa solib qo'ysam yaxshi emasmi, ya'ni shkafga? Mayli, o'zing bilasan. Bo'pti, unda men ketdim janob mer. Mayli, yaxshi bor. Bo'pti. Sog' bo'ling, mayli. Tak, ana endi borib xotinni aytgan ishlarni qiling, keyin esa uxlab mazza qilib dam olaman. Aslida yomon charchadim to'g'risi. Jo'xa aka, turing. Nima deysan xotin ertalabdan? Ko'chaga yana sandiq tashab ketishibdi. Nima? Yana tashab ketishibdimi? Obbo, bu marta nima chiqarkin ichidan rosa bori asabni buzyapti. Bori har kuni sandiq tashab ketaveradi. Oho, nima bu narsalar? Ketmon, ikkita gul, ikkita hotdog, ikkita ichimlik energetik, tushunmadim. Bu gal xat yo'qmi bu gal? Xat yo'q ekan-ku. Mana shu yomon g'alati tuyulyapti. Ketmon tashab ketgan sabab menimcha poliz ekinlarni tozaladigan ma'noni bildiradi. Shu janob mer tashab ketyaptimi deymanda, bo'pti, hozir borib janob merdan bir so'rab kelay. Agar janob mer tashab ketayotgan bo'lsa bormi? Yomon asabimni buzgani uchun gapirib ketaman. Agar gapirib ketsam qishloqda haydab yuborsachi. Yo'q, gapirmayman. Shunchaki aytaman. Mana shunaqa qilmang deyman. Janob mer, assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum, ke. Bitta narsanizdan so'ramoqchiman. Nimani? Xullas, har kuni ertalab tursam ko'chamda bitta sandiq, ichida har xil narsalar chiqib, birinchi kun belkurak chiqdi. Siz borib ana yerda tekislab berdim uyingizni yonini, keyin kirka chiqdi, keyin ko'mir olib kedingiz, ko'mir olib kelib berdim tosh bilan. Endi hozir menga qanaqadir ish buyurmaysizmi? Ish buyuraman. Borib polzak tozalab ketayman. O'shaning uchun men uyimda oldidan ketmon chiqdi bugun. Mayli aytaman. Siz bilasizmi? Uni men yubortirayotgandim, jetelga aytib.
Demak siz telefonim yo'qligi uchun ham menga ishni shunaqa tartibda buyurayotgan ekansiz-da. Ha, topding. Kallangni ishlatsang topasan. Mayli, endi nima qilay, mayli. Bu polizniki yig'ishtirib kelaman. Mana bu narsalar nimaga? Energetik, hot-dog, gul. Xullas bunaqa. Bitta gulni meni xotirimga, bitta gulni o'zingni xotiniga berasan. Xo'sh, tushundim. Bularchi? Energetik bilan hot-dogni olib borib politsiyachiga berasan. Och qolib o'tiribdi bechora. Bo'ldi, tushundim. Mayli, unda borib o'sha ishlar qilay. Mayli. Biz endi meni yangicha ish buyurish usulimda. Bunaqa qilmang. Kompyuterim bor, Telegramga yozing ish buyurayotgan ishingizni. Mayli, endi o'shani qilaman. Bo'pti, mayli, men ketdim. Borib bu narsalarni tarqatay. Lekin xotin xursand bo'ladigan bo'ldi, gul bersam doim o'zi xursand bo'lgani, o'tgan gali videoda ham xursand bo'lgandi, esinglarda bo'lsa. Birinchi yangaga berib ketayin, gul janob mer berib yubordi deyin. Yanga, assalom yana bir bor. Va alaykum assalom. Keling Jo'xa. Xullas, janob mer sizga gul berib yubordi mana. Bunchalik chiroyli. Rahmat kattakon. Janob mer yaxshi ko'raman. O'ziga ayting, yaxshi ko'rsangiz menga aytasizmi kelib. Bo'ldi, o galimlar, qalaysiz, brat? Tepada nima gaplar? Ob-havo qalay tepada? Bo'y balandda, o'shaning uchun tepani so'rayapman. Xo'p, hozir birinchi politsiyachiga borib mana narsalar berib kelay, keyin xotinga gulni beraman. Xotin reaksiyasini birgalikda ko'ramiz. Obunachilar qanaqa reaksiya ish qilib tepib tashamasin, urib. Nimaga uradi? Men unga gul beryapman-ku axir. Urmasa kerak. Gul berganim uchun ursa g'alati-yu. Mayli. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum, Jo'xa. Keldim. Kompyuteringizni o'zingizning kiyimingizga moslab olganmisiz? Ko'rgandingiz o'tgan galgi videoda. Ko'rgandim rostdan. Nima qilib o'tiribsiz? O'tiribman, och qolib deganda. O'shaning uchun janob mer sizga bitta energetik ichimlik berdi. Keyin bilmayman nimadir ikkita hot-dog berib yubordi. Shunchalik och qolganmisiz? Endi vashcha och qolganman boru. Rahmat kattakon. Arzimaydi, mayli, sog' bo'ling. Bo'pti, sen ham sog' bo'l. Mayli. Endi xotinga gulni beramiz va polizikinlarni yig'ishtirib chiqishim kerak. O'zi ham shuncha ishni birdaniga berib yubordi-yu janob meram. Lekin bir kunda bemalol qilsa bo'ladigan ishlar. O'tgan martangi videolar, o'tgan galgi ishlari o'sha yarim kunda qilib tashlagan ishlarimda. O'shaning uchun oson ishlar. Xotin yaxshi o'tiribsanmish qilib, xullas senga gul olib keldim mana. Wow, bunchalik chiroyli bugun. Rahmat kattakon, men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat, u yaltirma, to'xtama. Gulni men berib qo'ymayman, sen qo'lingga bermoqchiman, lekin nimadir olmayapsan, qara. Menga qizil gul yoqishini bilarkansiz. Rahmat, men sizni sevaman. Bo'pti, men ham seni yaxshi ko'raman. Yaxshi o'tir, qarochi, men borib polizdagi ishlarni qilib kelay. Polizdagi ishlar qilmasam bo'lmaydi. Janob mer axir har xil ishlar buyurib tashadi, ko'rgan bo'lsanglar. Polizdagi ishlarni ham qilish kerak bu hisobdan. Yana boshqa ish buyursa, endi bu gal menimcha sandiqning ichiga mashina joylashtirsa kerak, borib shahardan nimadir olib kelib. Lekin mashina sig'maydi-ku sandiqning ichiga. Nimadir ish qiladi xullas. Mashina uyimga kelib joylashtirib qo'yadimi ish buyurish uchun yoki jetel boshda ko'tarib keladimi mashinani, hayronman. Lekin qanday qilib turib bo'lsa ham janob mer menga ish buyurish kerak. Ishda yangicha usulda buyuryapman deydi. Bu yangicha usul vashchi g'alati usul ekan. Bo'pti, mayli. Ikamiz tez bo'ldi. Sabzini ekamiz bu yoqqa, bu yog'iga ham sabzini ekamiz va janob merga borib topshirib, pullarni olaman-da qaytib kelaman. Qanaqa pulligini bilsanglar, soliqlarni doim olib borib bersam, menga janob mer pul bergan. O'sha pullarni olib kelaman. Hozir janob yerda tursin, men ikkita narsa olib borib shunday polizikinlar berib, sraz qaytib kelaman. Keyin esa xotin bilan gaplashib o'tiramiz. Yangilik qilishga harakat qilamizmi bilmayman. Ular nimadir qilamiz, qarochi.